chorak nima bo'ldi Xurshid aka? Chorak bo'ldi. Yopildimi hammaniki? Qopchi tumanimi? Boshlang'ich nimalar? Yo'q, qaralmadi, emas chiqadi. Hech chiqarmaganman emas, chiqaramiz. Bugun o'sha sinf rahbarlaridan to'liq kafolat xati oling. 3-chorak bo'lsa ham hech nima qilmaydi. Kafolat xatini oling, agar yo'nalishida shunaqa muammo chiqadigan bo'lsa, o'zim javob beraman dedingizda. Bugungi chislo bilan. Siz to'garagingiz hujjatlaringizni yana bir nima qilib oling, ko'rib oling o'qituvchilarnikini. Bo'ldi, bittadan ko'rib chiqsangiz ham hammanikini. Mana shu kanikulicha ulgurasizda. Yana nima boshlanib, yana davomating nechida bo'ldi, bolang nechta bo'ldi, keldimi, kelmadimi degan narsaga savol javob boshlanadi. Undan ko'ra hozir shuni hujjatingizni kami ko'stini qilib olsangiz, keyin bemalol ishlab ketaverasiz kanikuldan keyin. Hurmatli ustozlar, hozir bu yerda faqatgina shu maktabda o'zidagi nimalar emas, xodimlar emas, filialdagilar ham. Siz ham bir hujjatingizni ko'ring-da, o'sha nimaga zavjga kafolat xatingizni hujjatingiz, ish sohatingiz bo'yicha yozadigan bo'lsangiz, zang direktoriga kafolat xatingizni to'garak ish hujjatlaringizga asoslanib turib yozib bering. Bu hujjatlaringizni yana bir ko'zdan kechiring, keyin aylanma daftarlaringizni ham bir ko'rib qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Endi hurmatli ustozlar, bir siz bilan rahbar xodim sifatida emas, yaqin bir hamkasb sifatida gaplashib olmoqchiman. Xabaringiz bor, mana siz bilan 3 yildan beri birga ishladik. Esimda o'sha birinchi kelganimda nimada unchalik ham xursand bo'lmaganman, chunki yaxshi sharoitim, yaxshi oylik maoshimdan direktorlikka o'tib kelganman. Bo'lib ham ayol kishiga 15-20 kilometrga qatnash juda qiyinchilik tug'diradi. Lekin siz bilan ishlab shuni ko'rdimki, yaxshi, nimaga emas, behikmat emas ekan. Agar hozir meni gapimdan ham tushunib turibsiz, men ishdan bo'shadim. Nimada arizamni yozdim, ishdan ketdim. Lekin bu narsada kimnidir ayblash xato. Chunki rizqga egasi Xudo bo'lgandan keyin uni berilishida ham, olinishida ham kimnidir ayblamoqchi emasman. Lekin o'z o'rnida men o'tirib bir tahlil qilib ko'rdimda, 3 yillik faoliyatni tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, yomon ishlamabmiz. Nimani oddiygina tadbirlarni narib surib turing. O'zimizni faoliyatimizga doir hozir 15 ta milliy sertifikat bo'ldimi? Yo'q, ko'paydi. Nechta bo'ldi? 18 ta bo'ldi. 18 ta bo'ldi. Xohlasa yana chiqarib Ilohim bardavom bo'lsin. Demak, 18 ta milliy sertifikatga ega bo'ldik. 5 ta xalqaro sertifikat, 5 ta xalqaro sertifikat. Bu komandaning yutug'i bu. Bundan tashqari o'quvchimiz Furqat tumani 5 yil mobaynida respublikaga fan olimpiadasida chiqmagan ekan. Buni qarangki, mana o'tgan yili biologiyadan Baxtiyorjon chiqdi respublika bosqichiga. Va bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, butun bir Furqat tumanining chekka bir hududidan aynan bizning o'quvchimiz chiqishi bu nafaqat Baxtiyorjon yoki uni oilasi, bu bizning komandamizni ham yutug'i hisoblanadi. Har bittangiz mehnatingiz bor. Shu boshlang'ich ustozlarda ham, yuqori sinf ustozlarda ham bunda mehnatingiz bor. Bundan tashqari oliy ta'limga o'tish ko'rsatkichimiz ham 18-20% dan 45% ga ko'tarildik. Bu meni harakatim emas, bu sizning harakatingiz, sizning mehnatingiz. Sizning o'sha o'quvchilarga bergan bilimingiz. Qizil ro'yxatdan yashil ro'yxatga o'tdik biz. Reyting bo'yicha o'sha tumanda qizil ro'yxatdan yashil ro'yxatga o'tdik. Formani ham, milliy formani birinchi bo'lib biz tashkillab berdik. Buni realni olib qaraydigan bo'lsangiz, Farg'ona viloyatida birinchi bo'lib dastlab biz tashkil qilib berdik. Keyin bu narsa ommalashishga o'tdi. Sanaydigan bo'lsak, yutuq ko'p. Buning ichida mehnatlarimiz bo'ldi, qiyinchiliklar bo'ldi, kelishmovchiliklar bo'ldi. Men qayerda rizqim tugab boshqa joyga o'tadigan bo'lsam, albatta rozi-rizochilik so'rab ketaman. Birinchidan bizni meni tarbiyam va meni mentalitetim shu. Agar bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, ustamalaringizga xiyonat qildimmi? Ustamalaringizni ustidan haq yedimmi? Yo'q.
ish haqqini bo'linish jarayonida sizdan birorta so'm umidvor bo'ldimmi? Yo'q. Demak, men vijdonim oldida to'g'ri ishladim. Yoki moddiy yordam necha kishiga berildi? Bu yilda 3 ta bo'ldi. Bundan oldingi yilga 3 ta bo'ldi. Mirjalol. Hozir Mastropamni ko'rib ochib tursam bo'ldim. Bo'ldi, o'tiring. Yo'q, men moddiy yordam olganlarda yilga 3 ta, bundan oldingi 3 ta bo'ldi. moddiy yordamni bilasizlar, har doim sizlar bilan hamjihatlikda buni hech qachon yashirib berilmagan. Moddiy yordamni ham misol arzirli odamlarning qo'liga yetib bordi deb o'ylayman. Bularda qanaqa holati, nima hozir yig'ilishda muhokama qilmoqchi emasman, faqatgina bir eshak sifat mahluqlar chiqib olib 200 million u bo'pti, 100 million u bo'pti deganda alam bo'ladiki, siz to'g'ri ishlasangiz, kimdir sizni haligi bir pastkash holatlarda ayblasa, bu to'g'ri bo'lmaydi. Har qanaqa odamni hazm qilish qiyin bo'ladi. Men aytganim hozir Mastropamni ko'rdimda, unaqa odamlarning gapi to'g'risi bir tiyinligini tushundim. Chunki buni sog'lig'i tiklanganini ko'rib, haligi holatini ko'rib xursand bo'ldim. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. To'g'ri nimalar ishlatdik o'sha davlat summasini. Aytmoqchi bo'lganim, agar faoliyatim davomida sizni bilib bilmay xafa qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Endi bundan buyog'iga Xudo qaytga rizqimni qo'shadigan bo'lsa, o'sha yerga o'taman. Faqatgina bu narsani har doim mard bo'lib turib sizni yuzingizga qarab aytganman. Siz nafaqat jamoasiz, balki kelajakda ham bu ishdan tashqari holatda ham to'y markazga aytsangiz, kelaman, vaqtim bo'ladigan bo'lsa. Nima qilib, mana siz bilan haligi yomon urushib, netib, Xudo asrasin. Bir yomon holatda xayrlashganimiz yo'qmiz. Sizlarni har bittanglar yaxshi ko'raman. Har bittangizdan nimanidir o'rgandim, nimanidir o'rgatdim. Men shunday xulosadaman-da, nimanidir sizga agar qisman bo'lsa ham haligi o'rganishingizga foydam tekkan bo'lsa, demak men maqsadimga erishdim. Oddiy misol, yana bitta narsani tushunib yetdimki, men o'sha birinchi kelganimda xafa bo'lardim. Endi tayyor ishim shunaqa bo'lib chekkiga qatnash biroz og'irlik qilgan payt xafa bo'laman, lekin endi tushunib yetdimki, har bitta insonda Xudo belgilab bergan vazifasi va vaqti bo'lar ekan. Ya'ni meni vazifam shu 3 yil shu maktabga kelib, qaysidir jihatini o'zgartirilishiga sababchi bo'lish yoki sizdan nimanidir o'rganish bo'lgan. Va men bu ketkizdirgan vaqtimga illo hech qachon afsuslanmayman. Chunki har bittamiz, sizni ham, meni ham ertalab turib birinchi pok niyatimiz nima? Mana shu o'quvchilarga bilim berish. Siz ham ertalabda turib nimani o'ylaysiz? Siz tadbirkor emassiz yoki nima emassiz, borib turib bitta narsani sotib foyda qilishni o'ylaydigan. Siz kelib turib, mana shu o'quvchilarga ta'lim beraman, tarbiya beraman deb kelasiz. Bizni vazifamiz mana boshqaruvdagilarniki, mana zamlarimniki yoki meni vazifam ham aynan shu ta'lim sifatini to'g'ri yo'nalishga bir sababchi bo'lishni o'ylab kelamiz. Va buni qarangki, menda o'ylash uchun vaqt bo'ldi. Mana dam bo'lgan payti, kanikul payti, kanikul deyman, kechirasiz, adashib ketdim. Shu prezidentimiz tomonidan dam e'lon qilgandan keyin shu dam payti o'ylab ko'rdim. O'ylab ko'rdimda aytdimki, yo'q. Biz yomon ishlamadik. Yoki shunchaki borib kelmadim. O'sha har bitta qilingan ishlarning videolarini ko'rib chiqdim. Oddiy misol, ota-onalarimizga ham rahmat. Haqiqatdan men boshida kelgan xulosam bilan hozirgi xulosamning yer bilan osmoncha farqi bor. Ota-onalarimiz juda katta yordam berishdi. Har bitta holatda homiylarimiz. Mana ko'ring, oddiygina misol tokimiz yoki basseynimiz boshqasini oladigan bo'lsangiz, rayonda faqat biz bassenda suv turadi. Biz cho'l hududga kiradigan bo'lsak, bu narsani taqqoslashni imkoniyati yo'q. Chunki sentr maktablariga kirsangiz unday holatni ko'rmaysiz. Faizli. Bunda kim mehnat qildi? Men emas. Bunda siz bilan hamkorlikda ota-onalarimiz bilan birgalikda mehnat qildik. Kim uchun mehnat qildik? Bolalarimiz uchun, o'quvchilarimiz uchun mehnat qildik. Buni natijasi qanaqa bo'ldi? Buni natijasi xayrli bo'ldi. Ya'ni o'sha o'quvchilarimizni oliy ta'limga o'tish ko'rsatkichi, men to'g'risi har safar shu narsani eslaganimda beixtiyor o'zimda bir g'urur, iftixor his qilaman. 45% ga olib chiqish bu oson narsa emas. 45% ga ko'tarish bu oson narsa emas. Buni tagida sizni uyqusiz tunlaringiz, kemanitda ishlaydigan kunlaringiz turibdi. Bu narsani agar oladigan bo'lsangiz, har bittangizning mehnatingizni bu ro'yobga chiqishi bu yaxshi natija. O'ylaymanki, agar mana rahbarlikdan yechilganimni sizga ma'lum qilyapman.
qaysinizdadir haqqingiz menda qolgan bo'lsa, marhamat mendan so'rang. Qaysinizdadir agar bilib bilmay ichingizni og'ritib qo'ygan bo'lsa, men hammani ichida aytyapman, men uzr so'rayman. Xizmatchilik balkim qaysidir topshiriqlarda yoki bir noto'g'ri vaziyatlarda siz bilan bir to'qnashgan paytim bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin chin ko'ngildan ona farzandiga yomonlikni tilamagani singari birorta xodimimga yomonlikni tilamayman. Sizdan illo roziman har bittangizdan. Siz ham shu jumladan mendan rozi bo'ling. Hali qochib ketish yo'q, hali cheris aytish yo'q yo больничный ochtirib olish yo'q. Mana kelib o'zim siz bilan yuzlashyapmanki, buni ham xayri bor. Qachondir yo siz bilan yo sizni farzandlaringiz bilan yaxshi niyat qilaylik, qayerlardadir baribir birga ishlarmiz balki. Rizq Allohdan. Rizqni egasi Xudo bo'lgandan keyin voy bunaqa holatda ishdan ketyapman, bunga palonchi sababchi, nolishni keragi yo'q. Bu narsa yozilgan, qalam qurigan. Ya'ni o'sha rizqimiz belgilab qo'yilgan. Gulirona sen mana shu kuni ketasan deyilgan. Bu narsaga kimlarnidir aybdor qilish bu to'g'risi pedagog sifatida bu juda ham bizga to'g'ri kelmaydigan holat. Shu uchun mana shu yig'ilish sizga bilintirmasdan tashkilladim. Haligi oldindan aytmadim. Hattoki mana zamlar ham hozir eshitishyapti. Bular hozirgi kungacha telefonni topshiriqda olib o'tirishdi. Kulib qo'yaman, telefonni o'chirganimdan keyin ishlaganim yo'q, mana deb qo'yaman. Endi sizlarga hazil tariqasida kayfiyatingizni ko'tarish uchun aytyapman. Shunaqa qilib nima qilib qo'yaman, nimaga? Negativniy energiya kerak emas. Yana bitta singillik maslahatim sizga, endi o'sha rahbaringiz emasman. Singillik maslahatim. Men ketganimdan keyin kimdir keladigan bo'lsa, bir-biringizni kimdir bo'lish kerak, kimdir bo'lmaslik kerak emas ustozlar. Rahbar ijtimoni hal qilib bermaydi. Uni mehnatini siz qilasiz. Masalliqsiz siz. Siz masalliqsiz. Yaxshi taom pishirilishi uchun u nimani rahbarni bir kishi kelib turib, sizni yo'naltirib tursa bo'ldi. Barakani qochirmang. Sizga singillik maslahatim. Baraka qochadi. Yozdi chizdi bilan hech kim hech narsaga erisha olmaydi. Yozdi chizdi bilan hech nima baraka topmaydi. Shunchaki baraka ko'tariladi maktabdan. Siz mana boshida meni qabul qilmagansiz, boshida kelganimda, to'g'rimi? Endi kimdirlar kichkina ekan, boshqa ekan degan. Lekin qarang, oxirga kelib qanaqangi jamoa bo'ldik. Haqiqatdan tuman tan olgan jamoa bo'ldik. Har bitta yo'nalish bo'yicha yetakchilikni qo'lga oldik. U xoh ta'lim sifati deysizmi, xoh misol o'sha ichki tartib qoidalarimiz deysizmi, hammaga namuna bo'la oldik. Eslaysizmi? Mana oxirgi yoz oylarini ham oladigan bo'lsangiz, o'tgan yilgina. Nima dedilaring, muncha biz maktabda seminar bo'laveradi, muncha biz maktabga hamma o'rgangani kelyapti, bu asli nosoz yutuq. Biz tumanda chekka maktabi hisoblanamiz, chekka hududimiz tan olish kerak. Va aynan bizdan qolganlar andoza olib turib forma tashkillashi, bizdan andoza olib turib tadbirlarimizni targ'ib qilishi, bu juda katta yutuq. O'ylaymanki, sizni bir nimangizga tegmadim. Eng quvonarlisi, agar ochiq-oydin ustozlar bilasiz xarakterimni, hammangiz bilan yuzma-yuz gaplasha olaman. Nimadir haqqingizda meni jichchagina xatoim bo'ladigan bo'lsa, uni albatta menga kirib ayting. Men qaytarishga tayyorman agar. Lekin eng quvonarli yutuq Xurshdagi mana kelgan nimalarimizni ham shu rahmatli eshitdiga. Qoyil bunaqa korrupsion holatga yo'l qo'ymagan maktabni ko'rmaganmiz. Ya'ni faqatgina bizga taalluqli emas u gap. Misol uchun bolang kelmay qo'ysin, pulini berasan yo boshqa qilasan degan narsalar yo'q bizda. Korrupsion holat yo'q. Bolang bunaqa bo'lyapti, mencha pulini ber deydigan holat yo'q. Yoki xodimlar mana shunaqa direktorimiz mana unchaga bergan, mana uncha berganmiz deydigan holat yo'q. Ular ham aytayapti, bu quvonarli holat. Ko'pchilik aytayapti. Lekin endi kimlardir chiqib, qayerdadir o'zini fikr doirasida, tarbiya doirasida, qayerdandir o'sha misol nima bir murodbaxsh oylarda, bir islomiy jihatdan qaraydigan bo'lsangiz, yaxshi oylarda chiqib turib bu bo'xton qilishi, yolg'on gapirishi uni pozitsiyasi u. Lekin biz to'g'ri ishladik. O'ylaymanki, bizda xatolik bo'lmadi. Agar bo'lgan joy bo'lsa, marhamat, men misol narsalarni yig'ishtirganimcha xonamga kirib ayting. Men bu narsani siz bilan agar xatoyim bo'lsa, to'lashga tayyorman. Gapingiz bo'lsa eshitaman, marhamat, meni gapim shu edi. Rahmat, Gulirona. Siz bilan yaxshi ishlardik. Hech qachon mana kattalar hurmat qilib. Uncha endi bu ham silingan bandamizdan. Bizlardan ham agar o'tgan bo'lsa, sizlar bizdan nima qilasiz, bizdan ham rozi bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Nomida aytamiz. Rahmat. Mana shu yerga kelgan ishlamangiz, yomon ishlamadingiz. Hatto hamma rahbarlar ishlaydi.
qaysi rahbar o'rta ishlamadi deydi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Rozi bo'ling. Albatta roziman opa. Roziman. Unchunchasi, rahmat. Roziman, rahmat. Boshqalar gapingiz yo'qmi? Ustozlar? Yaxshi ishladik siz bilan. Rahmat. Alloh bergan Rizq. yaxshi joylarda bundan ham yaxshi narsalar tashlaymiz. Ilohim. Yaxshi kunlarda to'ylarda. Ilohim. Endi bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Yo'q, rahmat kattakon. Rahmat sizga. To'ylarda borasizlar. Nima o'tgan bo'lsa jamoamizni nomidan Rahmat opa, sog' bo'ling. lekin hech ham bir-birimizga yomon niyatda bo'lmaganmiz. Faqat shu ish yuzasidan uncha u bo'ladi, har ishda bo'ladi. Hech ham ko'nglingizga olmaydi. Rahmat. Sog' bo'ling. Kattalar agar gap bo'lmasa bir duo beringlar. Men faqat duo so'rayman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ilohim aytganingiz kelsin Umid opa. Sog' bo'ling. Amin. Ilohim hammamizni bizlarni ziyorat qilsin. Amin. Qayerga borsangiz, hamma joyda shu odillik bo'ling ilohim. Ilohim. Yaxshi joylarga, yaxshi insonlarga uchrang ilohim. Hamisha qo'llaringizni orzu havasini ko'ring. Kelajakda yaxshi ishlarda ishlang. Amin. Hamisha martabalaringiz ulug' bo'lsin. Ilohim. Bundan beriga hamma ishlaringiz yaxshilikka bo'lsin. Amin. Yaxshi insonlar bilan birga bu yomonlardan adashtirsin, yaxshilarga yondashtirsin. Ilohim. Hamisha ishlaringizda omadini bersin. Amin. Ilohim to'y ma'rakalarda, yaxshilik kunlarda uchrashing. Ilohim. Hamisha yuzlaringiz yorug', hamisha omad yor ko'chatingizda bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Allohu akbar. Rahmat.